Assalomu alaykum hammaga. Sherxon Ustullayev YouTube kanali kuzatuvchilari. Videoga xush kelibsizlar. Ushbu videoda Onyx avtomobillarini rassrochkaga bo'layotgan tartiblari haqida gaplashib o'tamiz. Faqatgina Onyx bo'ladi. Xudo xolasa bundan keyingi videolarda Tracker avtomobili, Damas avtomobillarini ham shartlarini alohida video qilib chiqarishga harakat qilaman. Xudo xolasa keyingisida Tracker, undan keyingisida Damas bo'ladi. Ya'ni bu videoda Onyxda qanaqa aksiyalar ketyapti, qanday olish imkoniyatlari mavjud va rassrochka boshlang'ich to'loviga qarab oylari qanday tartibda bo'lyapti tushuntirib o'taman. Sababi YouTube'da yo'q ekan, aniq-tiniq tushuntirilgani. Aynan fevral oyi biroz shartlar o'zgargan. Shu bo'yicha tushuntirib o'taman. Instagramda endi jat tushuntirib bo'lmaydi. YouTube bu uchun qulay. Xarid qilmoqchi bo'lgan mijozlarga, kuzatuvchilarga foydali bo'ladi degan umiddaman. Va yana bir narsani aytib o'tay. Bu rassrochka shartlari o'zgaradimi, bosh to'lovsiz bo'ladimi, 5 yilga berammi, 10 yilga berammi, mendan hech nima ketmaydi. Shuni tushunib olinglar. Bir ikkita videolarga xuddi shunga o'xshash video chiqargan paytim qo'lingdan kelsa 10 yilga ber, bosh to'lovsiz ber, unaqa deb yozishadi-da. Meni asosiy maqsadim, vazifam sizlarga aniq-tiniq ma'lumotni yetkazib berish. Meni ishim yo'q. 10 yilga bersa ham aytib chiqaman, akalar 10 yilga beryapti, o'salaringiz bo'ladi. Asosiy maqsadim sizlarga o'sha ma'lumotni to'g'ri yetkazib berish. Yo'q, Cobalt rassrochka ochilsa, akalar mana Cobaltga ochildi deyman. Boshqasiga ochilsa, boshqasiga ochildi deyman. Misol uchun deyapman-da. Menikisidan ketmaydi. Shuni tushunib olinglar. Maqsadimni aytdim. Sizlarga foydali, aniq-tiniq ma'lumotni yetkazib berish meni asosiy blogimning vazifasi. Boshladik. Kamerani o'tirib olaman, tushuntirib o'taman. Hozirgi paytda aktual bo'lgan pozitsiyalarni aytib o'taman. Oramizdan LSMT chiqib ketyapti deb o'ylayman, bu rasmiy ma'lumot emas. LSMTning uje 26 yo'q. 25 o'sha ostatkada qaysilar qolgan bo'lsa, o'shalarni sotyapmiz. Hozirgi paytda aktual 3 LTMT mexanikani fulli, hamma narsasi bor, orqa kamera, orqa parktronik, datchik давления shina bor. Old o'rindiqlarda abagrev, o'rindiqlar materiallar yaxshiroq, balandbas bo'ladi. Abagrevni aytdim, besprovодная zaryadka, monitor, kamera, parktronik, farlar avtomatik o'chonadi. Yaxshi pozitsiyasi. To'g'risini aytaman, boshlanishida vizurno bilan muammo bo'lib o'tdi. 2025-yil may oyidan keyin chiqqanlarni vizurno oyida muammo bo'lmaydi deyishgandi. Chambarak kanalida o'zgartirildi deb aytishganda, Chambarak degan kanal bu Instagramda. O'sha Uzavto bilan birga ishlardilar oldin. Hozir adashmasam bilmayman, lekin may oyidan boshlab o'sha vizurno o'zgargan, muammo bo'lmayapti deyishgandi. Rostdan ham servisimizda vizurno bilan yaqin orada muammo bilan kelgani yo'q. 3 LTMT xarid qilmoqchi bo'lganlar, mexanika rasxodi juda kam. Men shu paytgacha haydab yurgan odamlarni 8 ta 9 ta deganini eshitganim yo'q. Men ko'pincha ko'rganim 7,5 litr ko'rsatib o'tirgan bo'ladi tablosida. Egasidan ham so'raganda, shu 7,5 ta atrofida deyapti, deyishadi. Aralash siklda, shaharda ichida ham, dalnida ham qo'shgan hisobda. Dalnida 5 talar edi. Xo'p, undan keyingisi LTZ ichkarida yo'q ekan, Premier va Redline pozitsiyalar. Tur xil qoldi. Bir Premier bir bor edi, bir LTMT bor edi. Hamma mashina ishlab chiqaruvchilarda shunday bo'ladi. Boshlang'ichida ishlab chiqarish boshlangan paytda ko'p pozitsiya qilinadi, keyin talabga qarab keraslari shiq aradan chiqarib yuboriladi. 12 ham xuddi shunday bo'ldi. Premierda biri bor edi, kim esla bilsa, oddiyroq, sakariskalik, lyuk shunday bo'ladi, funksiyalari oddiyroq bo'lardi. U ham oradan chiqib ketdi, Premier ikkimiz bor. Va yana bir ma'lumotni berib o'tib ketaman. 111 mingta podpischik bo'libdi 3 yil oralig'ida va shu paytgacha kontentlarimda reklamasiz ishlab kelganman. Menimcha hech qanday reklama shu paytgacha hech kimni reklama qilib qo'yganim yo'q. Lekin 110 mingta bo'lgandan keyin obunachilarim donat qilish imkoniyatini yo'q qo'ydim. Kontentim sizga manfaatli bo'layotgan bo'lsa, foydali ma'lumotlar bera olayotgan bo'lsam, xohlovchilar qo'llab-quvvatlash uchun donat qilishlaringiz mumkin. Silkasini opisaniyada, kommentariyada qoldiraman donat qilish uchun deb xohlovchilar qo'llab-quvvatlashinglar mumkin bu ma'lumot. Rassrochkani to'lov shartlari bo'yicha ma'lumotlar berib o'taman. Hozirgi paytda Onyx Trackerlarga, ya'ni Onyxga hozirgi mavzuimiz Onyxlarga ish haqisiz, kafilsiz olaverasizlar. Hech qaysi bank kafil ish haqi so'ragani yo'q. Ayrim banklar so'rayapti, misol uchun Asaka Bank. Siz Asaka Bankdan emas, borib boshqa bankdan olaversangiz bo'ladi. Misol uchun eng kam 25% to'lasangiz, sizga Infinbank hech qanday ish haqqilarsiz beraveradi. Главный chorniga kirmagan bo'lsangiz bo'ldi. Chorniga kirgan bo'lsangiz, hech qaysi bank sizga bermaydi. Chornini o'zi sababi shu vaqtida to'lamagan odamlarni filtr qilib olib, ularga kredit yoki rassrochka bermaslik. Chorniga kirmagan bo'lsangiz,
o'ttizga yatata bo'lmasa bemalol muammosiz olaverasizlar. Endi oylik grafiklar. Eng kam bosh to'lov 30% edi, 25% ga tushgan. Kimdadir xabari bordir, kimdadir xabari yo'qdir. 25% to'lasangiz sizga 30 oyga 2,5 yilga rassrochka beriladi. 30% to'lasangiz 36 oyga, 40% to'lasangiz 48 oyga, 50% to'lasangiz 60 oyga, 60% to'lasangiz ham 60 oyga bemalol bo'lib to'lashga, bemalol xarid qilishingiz mumkin. Bu grafikni Telegram kanalimga ham tashlab qo'yaman. Telegram kanal ссылкасы ham kommentariyada, описаниеda qoldiriladi. 10x grafik deb bunday ссылкаga chiqib qo'yaman. Xo'p. Ko'pchilik so'raydi, 25% bilan 60 oyga bo'lmaydimi deb. Afsuski yo'q. Bersa yaxshi bo'lardi, to'g'risi. Menga ham aytaverardim. Bemalol 25% to'lab 60 oyga o'rsalaringiz bo'ladi derdim. Lekin 60 oyga olmoqchi bo'lsalaringiz 50% to'lashlaringiz kerak. 25% bilan faqatgina 2,5 yilga olishingiz mumkin 30 oyga. 10x avtomobilni Trackerga bundan ham kam. 10x da oy ko'proq, 10x yaxshiroq, qulayroq. Banklar Navoiyda Asaka Bank mana o'zimizda beryapti. Yo karta оборотga kerak, yo shaq kerak. Infinbank beryapti, hech nima kerak emas, beraveradi. Nafas olsa bo'ladi deylik, shunday. Kapital bank beryapti, Hamkor bank beryapti, Ipak Yo'li bank beryapti, 3-4 ta bank beryapti. Rassrochkaga befoiz. Tavsiyalarim 25%, 30%, 40% ham to'lasangiz, Infinbank qulayroq, ko'p muammo qilmay beraveradi. Nafas olsa bo'ladimi-ku, xuddi o'shanday beraveradi. 50% to'lasangiz ham Infinbank muammosiz beraveradi, lekin 50% to'lasangiz sug'urta to'lovisiz Kapital bankdan olsangiz bo'ladi. Shunisi yaxshiroq. Ya'ni 3 million, 3,5 million atrofida, endi to'shini bilmayman. 3 million atrofida bo'lib qoladi 50% to'lasangiz menimcha. Besug'urta Kapital bank qilib beradi. Shu 3 million, 4 million xarajatdan qutulasizlar. 60% ga endi hamma bank qulay. Unga ham sug'urtasiz Kapital bank. Sug'urta to'lovisiz faqatgina Kapital bank beradi. Faqat 50% yoki undan ko'p to'lasa, qolgan bankdan sug'urtasiz bo'lmaydi. Qolgan hammasida sug'urta majburiy bor. Sug'urtani bir 3 milliondan teparoq rajat o'veringlar. Chunki mana bu 50% to'layman desalaringiz, uni yili ko'p, 5 yil ketib qoladi. Ko'p chiqadi. 3 yillik olaman-ku yoki 2,5 yillik olaman-ku desangiz, sizning qoldiq to'lovingiz ko'p chiqadi-da. Shu uchun ko'p chiqib ketib qoladi. Shu uchun sug'urta iloji yo'q ko'p. Sug'urtadan tashqari boshqa to'lov yo'q. Boshlang'ich to'lov sug'urta. Qolgan to'lov umuman to'lanmaydi. Faqatgina salonni olib chiqib ketasizlar, keyin nomer olasizlar. Salonni olib chiqib ketishga ham hech qanaqa to'lov sizlardan undirilmaydi. Bu grafikni aytib o'tdim, tashlab qo'yaman Telegram kanalimga. Mashinalar nalichida bormi? Premier nalichida bor, Redline nalichida bor, 3 LTMT nalichida bor, LS MT ham qanaqadir ranglari qolgan aytib o'tdim. Ostatkalar deb eng prostoy 10x. Buni ko'pchilikka tavsiya qilmayman, iloji boricha 3 LTMT olib yurish kerak. Hamma narsasi borda, endi qulaylik his qilasizlar. LS MT juda oddiy. Faqatgina LTZ pozitsiya, mana bundan bitta oldingisi qora rangi salgina muammo 2-3 kun kutiladi. Unaqa ko'p emas. 1 oy, 1,5 oylab emas, 2-3 kun. Uzog'i bir haftadir. Balkim siz bu videoni ko'rib olaman deganingizcha nalichida ham bo'lib qolgan bo'lishi mumkin. U bo'yicha ekranga raqamlarimizni chiqaraman. 79 222 0020 Navoiy avtotexnika xizmat call centeri telefon qilib ma'lumot olishingiz mumkin. Endi biz boshqa viloyatdan olib bilamizmi deb ko'pchilik so'raydi-da. Bu men aytayotgan shartlar hamma viloyatda bor. Men bugun 9-fevral, 10-fevral aytolmaymanmi? Hamma joyda shu shartlar amal qiladi. Faqat sizlar salonlar bilan uchrashishlaringiz, banklar bilan uchrashishlaringiz kerak. Agar siz Samarqanddan, Navoiydan, Buxorodan bo'lsangiz, bemalol mana keling bizning salonimizga, Navoiy avtotexnika xizmatiga, sizga o'zimiz hal qilib beramiz. Qashqadaryodan bo'lsangiz, bizlar xohlaymiz berishni. Men xohlayman, o'sha Toshkentdan kelaman deydi-da, ayrim podpischiklarim. Boraman aka oldingizga. Qilib bering deyshadi. Men xohlayman, lekin banklar bermaydi. Nimaga bermaydi desanglar, erta oylik to'lovini to'lamagan paytlaringiz, sizlarning orqalaringizdan ular Toshkentga bormaydi-da. Shu uchun hamma banklar отказ qiladi. Samarqand, Buxoro, Navoiy. Shu Navoiy bo'lsa, atrofdagi territoriyadagi ikkita qo'shni viloyatlarga beradi, boshqa viloyatlarga bermaydi. Afsuski. Agar siz Qashqadaryodan, Toshkentdan, boshqa viloyatlardan bo'lsangiz, sizlardan olaman, Navoiy avtotexnika xizmatdan olaman desangiz, men aytgan 79 222 0020 ga chiqing. Onlayn shartnoma beradilar, kelib o'tirmaysiz. O'zingiz hududingizda bemalol rasmiylashtirib, kelib bizdan mashina olib ketaverasiz. Bonuslar masalasi biza Navoiy avtotexnika xizmat rassrochkaga olgan mijozlarga ayni paytda 10x larga 500 ming so'm naqd pul bonus beramiz. Ko'pchilik so'raydi, nimaga polik bermayapsizlar deb.
Keyin aytaman-da, aka, sizga polik kerakmi yo ikkita polikda pul kerakmi deyman-da. 500 ming so'mga ikkita polik beradi. Birdaniga biz pul beryapmiz, polik berganimiz yo'q. Agar naqdga olsanglar, zo'r chegirmalar ketyapti. Buni kecha ham e'lon qilgandim. Premier 2 Plus yil 25ini 190 millionga beramiz. Qora rangini qolmadi o'sha. Kecha men video joylagandim, afsuski qolmadi. Hozir Redline'imiz qoldi. Bu ham 1 kun 2 kun sotilib ketadi, ko'pga bormaydi. Redline 230 million, naqdga olsanglar 215 million edi. Yil eskisini olsanglar 208 millionmi, shunday bo'lar edi. 200 millionga beraveramiz. Mana shu, yana bir dona bor. Soni kam. Bu ham 1 kun 2 kun ketib qoladi. Premierimiz ham kamroq edi, tugadi o'sha. 190 millionlik. Kecha YouTube'ga e'lon qilgandim, Instagramga e'lon qilgandim, sotib bo'ldik. Bularga chegirmalar ham bor. 190 million, 200 millionga buni rassrochkaga olmaydi. Faqat naqdga yoki kreditga olsanglar shunaqa naqd beriladi. Rassrochkaga o'sha chegirmasiz 230 millionlik bilan amal qilaveradi. Onyx bo'yicha shunday yangiliklar, ma'lumotlar shulardan iborat. Mana bu tartib shu oy oxirigacha berilgan. Fevral oyi oxirigacha shu tartib. Martdan boshlab o'zgaradi. Lekin qulay bo'ladimi, ya'ni oyi ko'payadimi, oyi kamayadimi, hozircha bilmayman. Hech kim bilmaydi uni. Kutamiz, e'lon qilingandan keyin sirrazni e'lon qilib chiqamiz biz ham. Mana shunday tartib bo'lar ekan deb. O'zimcha o'ylayapman, oyi kamayadimi deb o'ylayapman. Uzun bo'lsa mayli edi. Mendan hech nima ketmaydi, video boshida ham aytdim. Mayli 25% bilan 5 yilmi, 6 yilga bersinlar. Men roziman. E'lon qilaman, odamlarga qulay bo'ladi. Lekin o'zimcha o'ylayapman, men 50% bilan 60 oy emas, endi 48 oymi, 36 oymi bo'laman deb o'zimcha o'ylayapman-da. Kutamiz, vaqt ko'rsatadi. Ma'lumotlar shulardan iborat. Onyx olmoqchi bo'lganlar bemalol avtosalonlarga tashrif buyursalaringiz bo'ladi. Haydab ko'rmaganlar o'zimizda ham test drive'da bor. Yana to'g'rilab qo'ygandim, sirazi bitta mijoz haydab keldilar. Hamma salonda bor. Test drive'imiz yo'q desa, topib beringlar desangiz, sirazi topib beradi. Hamma salonda test drive bor, bemalol haydab ko'rib xarid qilishingiz mumkin. Like bosib qo'yishingiz sizlardan chiqmasin. Mana odamlar so'rayapti o'zi. Sotillar tugab deb deyishyapti qizlarimiz. Shuni ko'pchilik so'rab keldilar qorasini. Ular ham podpiskamiz, senta video olayotgan paytim kirib keldilar. Sizni ko'rib keldik deb. Afsuski premierimiz qolmadi aka. Xo'p, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xudo xolasa keyingisida trekkerni mana shunday ma'lumotlarni berib o'taman. Oylik grafikni Telegram kanaliga tashlab qo'yaman. Avtovlog.uz. Sizlar bilan charchamanglar, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.